Al-Muntaqim qandaq zat deganda, o xoligan kishiga jazo bera oladigan, xoligan kishini jazolaya oladigan sifatga ega bo'lgan Rabb Allah subhanahu va taoloni Al-Muntaqim deymiz. İnsan sifatlangan vaqtida-ku, acaba inson o'zi xoligan kishiga jazo yurgiza olamdi? Xoligan kishini jazolaya olamdi? Yo'q. Uchuqum agar jazolamoqchi bo'lsa, jazo yurgizmoqchi bo'lsa, hatto u davlat bo'lgan taqdirdami o'zidan ojizlarni jazolaya oladi. İnsanlar o'tirsimi shu, kim alqa bo'zak ojiz bo'lsa shuni bo'zak qildigan odam chiqadi. Bo'zak qila oladi. Ammo kuchli bo'lsa mumkin emas. Hattoki o'zi bilan kuch jihatda o'zi bilan barobar teng bo'lib qolsa-mi, mayli u davlat darajasida ayta olamiz, insonlar shaxs darajasida ayta olamiz. O'zi bilan kuch jihatda, har iqtisodiy jihatda bo'lsin, kuch jihatda bo'lsin, agar o'zi bilan barobar holatdagi teng holatga kelib qolsa, buningga ham aldirab chiqalanmaydi. Buningga ham jazo yurgizilmaydi insonlar. Ammo Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo xoligan kishiga jazo yurgizadi. Xoligan kishiga jazo beradi. Hech kim uning hukmi, uning buyrug'ini qarshi chiqadigan, uni amaldan qoldirib o'ta oladigan hech qanday bir kuch yo'q. Uning kuchini, u hukm qilgan hukmni hergiz bugungi dunyo sistemasi yashayotgandek hergiz bakallar kurulu degandek mesela ministerlar yig'ini ichib berdi. Uning hukmining tasdiqlanishi, uning hukmining ijro qilinishi uchun birilarining palampistan insonlarning o'tirisi bo'layotgandek nurg'unlagan ministerlarning imzo qo'yishi va uning keyin jumhur raisiniki imzo qo'yish kerak emas. Alloh subhanahu va taolaning hukmi ijro bo'lishi uchun, har qanday bir ishning koinotda ijro bo'lishi uchun faqat Allah subhanahu kun fayakun. Ya. Bol dedi şu hemen buldu. Yok al dedi, yok bol dedi, yok oldu. Ha? Vücut kel dedi, o vücut keldi. Allah subhanahu ana şundak güç kudretlik, ana şundak en yüksek mertebedeki zat Rabbimiz Allah subhanahu taala. Bizge bu narsa nimeni bizge his kıldırdı, nimeni bizge işaret kıldı, nimeni bizge bildirmekçi degan vaqtida, ey mümin, ey bende sen ana şundak güçlük bo'lgan. Hükmünün icra qilinishi uchun hech kimning tamg'isiga, hech kimning imzosiga ehtiyoj bo'lmagan ana shunday kuchlik Rabbing tarafda bo'lgan, Rabbing bilan bo'lginki, sen eng kuchlilardan bo'lasan deydi. Bizga bu tuyg'uni, bu xatni bizga bildirmoqchi-da. Bizga bildirmoqchi bo'lgan narsa bu. Sen ana shunday kuchlik Rabbing tarafda bo'lgan, bu Rabbing bilan bo'lganki, sana hech kimning kuchi yetmaydi. Sening dushmaning mayli dunyoning eng vahshiy kafiri, eng vahshiy kuchlik, eng jabbor, eng qahr qilguvchi, eng zolim bo'lib ketsin, sen shu Rabbing tarafda bo'lsang, seni yengadigan hech bir kuch yo'q degan bir mesaj, ya'ni bu tuyg'uni, bu xatni bizga bildirmoqchi, bu narsani bizning mingimizga qo'ymoqchi qadrli qarindoshlar. Al-Muntaqim Rabbimizning